Hazreti İsa 12 şagirdini toplab bo'lgandan keyin Galileydagi har qaysi shaharlarda ta'lim berish va xush xabarni jakarlash uchun u yerdan ayrildi. Zindondagi Yahyo payg'ambar İsa Masihning qilgan ishlarini anglab, shogirdlarini avatib, ular orqali Hazrati İsa'dan Xudo bizga avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchi sizmi yoki boshqa birisi kelamdi deb so'radi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Sizlar qaytib berib, yaratgan mo'jizalarimni va aytgan ta'limlarimni Yahyoga yetkazib, ko'rlarning ko'zi ochildi, to'kurlar ma'olaydigan bo'ldi, mahov kesli bo'lganlar saqaydi, g'aslar anglaydigan bo'ldi, hatto o'lganlarmi tirildi va kambag'allarga xush xabar yetkazildi" deb aytinglar. Yahyoga yana: "Mendin gumonlanmay, menga tavranmay ishonganlar nima degan baxtli deb qo'yinglar" dedi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari ketgandan keyin Hazrati İsa ko'pchilikka Yahyo to'g'riliq mundaq dedi: "Sizlar burun Yahyoni izlab cho'lga borganinglarda zodi qandoq bir odamni ko'makchidinglar? Maydonni shamolda yalpinib turgan, qo'mishdak tavrinib turadigan bir yaxshi chaqnimi? Yoki chiroyli kiyingan bir esil zodinimi? Hargiz undaq emas. Bundaq kiyimlarni kiydiganlar cho'ldan emas, xon ordusidan tepildi. Amaliyotda sizlar bir payg'ambarni ko'rgili chiqdinglar. Endi bilib qo'yinglarki, Yahyo payg'ambardan ustundir. Chunki muqaddas yozmalarda mana oldingda elchimni avatiman, u sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi deb yozilgan va bu yerdagi elchim del Yahyo payg'ambarni ko'rsatdi. Bilib qo'yinglarki, insonlar orasida cho'mildirguchi Yahyodanmi ulug' kishi o'ttirg'i chiqqani yo'q. Ammo Erishning podshohligidagi eng arzimas birsimu uningdan ulug' bo'ladi. Cho'mildirguchi Yahyo o'ttirg'i chiqqan kunlardan beri Erishning podshohligi zo'ravonlikqa uchirmoqda. Zo'ravonlar uningga hujum qilmoqda. Xudoning podshohligi to'g'risida Yahyo payg'ambarning zamonigacha bo'lgan barliq payg'ambarlarning ta'limlarida shundaqla Tavratda oldin oladin bishorat berilgan. Agar qabul qila olsanglar, mening qaytib kelishim muqarrar bo'lgan İlyas payg'ambar dal Yahyo payg'ambarning o'zidir degan so'zimga ishoninglar. Bu so'zlarni quliqinglarda ching tutinglar. Bu zamonning sizlarda kishilarini zodi kimlarga o'xshatay? Ular xuddi ko'chada o'tirib elib, bir-biriga biz sizlarga sunoy kelib bersak, usul o'ynamadinglar, motam muzikasini kelib bersak, hozimi tutmadinglar deb ranjiydigan tuturqsiz bolalarga o'xshaydi. Chunki Yahyo payg'ambar kelib ro'za tutatdi, sharob ichmatdi. Shuning bilan ular uningga jin tegibdi deyishdi. İnson o'g'li bo'lsa, ham yeydi, ham ichidi. Biroq ular toza bir to'ymas haroq kashgan, u bojgir va boshqa gunohkorlarning do'sti deyishidi. Bilib qo'yinglarki, hikmat bergan mevasi bilan toniladi. Ondan Hazreti İsa o'zi nurg'un mo'jizalarni ko'rsatgan shaharlardagi to'g'ri qilmaganlarni ayblab mundaq dedi: "Halinglarga voy, ey qo'razinliklar! Halinglarga voy, ey baysodliklar! Sizlar uchun yaratgan mo'jizalarimni Tir va Sidon degan yotlar shaharida yaratgan bo'lsam, u yerlardagi xalq burunli mayishlangan holda matoga yugunib, kulgi milinib, gunohlariga tavba qilgan bo'ladi. Bilib qo'yinglarki, qiyomat kuni Xudoning sizlarga beradigan jazosi Tir va Sidonliklarnikidanmi ig'ir bo'ladi. Ey Kapernaumliklar, osmonga chiqmoqchimidinglar? Aksiga do'zaxga tashlansizlar. Chunki oranglarda yaratgan mo'jizalarimni Sodamda yaratgan bo'lsam, u shahar bugungi kungacha mavjud bo'lgan bo'ladi. Shuni bilib qo'yinglarki, qiyomat kuni Xudoning sizlarga beradigan jazosi Sodomdagilarnikidanmi ig'ir bo'ladi.
Şuningdan keyin Hazreti Ayso mundaq dedi. Bütün olamning egisi bo'lgan ey ota, sen bu haqiqatlarni o'zini aqlliq, bilimlik chaqlaydigan kishilardan yoshirib, kichik bolalardek sabiy kishilarga oshkorlaganliging uchun sana madhiyalar o'qiyman. Shundoq ota, sening o'z xohishing ana shu edi. Otam hammani menga taqdim qildi. Meni otamdan boshqa hech kim haqiqiy tonimaydi. Otamni men va men o'zim oshkorlashni xohlaydigan kishilardan boshqa hech kim haqiqiy tonimaydi. Ey jabokashlar va ig'ir yukni ustiga olganlar, mening yenimga kelinglar. Men sizlarga oromlik beray. Muloyim va kamtarman. Shunga mening bo'yin turqimga kirib, mendan o'gininglar. Shundoq qilganda ko'nglinglar orom topadi. Mening bo'yin turqimda bo'lish oson, talabim ig'ir emas.